Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Vatanga nazar programmamizga xush keldinglar. Men Abdusalom Niyoz Uyg'ur. 16 noyabr New York vaqt gazeti Xitoyning Sharq Turkistondagi jazo lagerlariga oid 203 betlik maxfiy hujjatini oshkorlab, xalqaro jamoatchiligiga sundi. Xalqarada yana bir qitim Uyg'ur masalasi g'ulg'ul qo'zg'adi. Bu materiallarni Xitoy hukumatining ishki qismidagi bir Xitoy amaldori ta'minlagan bo'lib, bu son programmamizda biz mazkur uchurni sizlar bilan o'rtoqlashmoqchimiz. Qanamiz diqqatinglar programmamizning davomida bo'lsin. Ko'rib turayotganimizdek, Xitoy hukumati navbatda bir tarafdan lagerdan azroq odamni qo'yib o'tib, oz sondagi kishilarni chet elga chiqqili qo'yib, dunyoning tushanchisini qalaymaqonlashtirib, dunyoni aldisa, yana bir tarafdan to'xtamay yangi Uyg'urlarni tutib so'layotdi. İlgiri solanğanlardan zor sandaki Uygurlarını qul işçilar zaviti, türme ve Xitay өлkeleriga yo'tkab, lagerlarni bekalab, uningga yangidan millionlab Uygurlarni solash uchun harakat qilyapti. Xitoy hukumati Xitoy an'anasidan kelgan jamiyati bo'yicha qirib tugutish usulini qo'llanib, Xitoyning qo'lida oilasidan bir yoki uningdan ortiq ziyonkashlikka uchirg'uvchilarning barliq urug' tuqqanlarini yo'q qilib, ularning yiltizini quritmoqchi bo'lyapti. Şining Uyg'urlarga salgan ziyni, Gitlerning Yahudilarga salgan ziyindan kam bo'lmag'achqa, Xitoylar amdilikda yiltizdan quritmasak bizdan intiqom oladi deb ansirab, texmi g'aljirlashishga boshladi. Uyg'urlar chet elda yashapmi, oilasidagi kishilarning izderikini qilishdan qo'rqib, guvohlik berishga jur'at qila olmayotgan. Az sondagi guvohchilarning guvohligi masalaning og'irligiga nisbatan yetarlik hisoblanmay, yetarlik dalil isbot to'planmayotgan mushundaq bir paytda bu hujjatlarning oshkorlanishi bir tarafdan dunyo jamoatining shubhalarini tugatsa, yana bir tarafdan biz Uyg'urlarga nisbatan millatimizni qutuldirishga bir fursat elib kelishi mumkin. Millat o'lyapti, yo'q qilinyapti. Bizga fursat ko'p emas. Kelgan her bir fursatni ching tutish ta'xirsizdir. Oshkorlangan bu uchurlar biz deb kelayotgan yetarlik isbot bilan ta'minlab berolmagan ahvollarning bir qismi. Yana nurg'un sirlar shu zaminda ko'milib yotmoqda. Uchur urushi davrida uchurlarning yuksak darajada kontrol qilinishi bilan nurg'un ahvollarning rostligiga isbot topolmay kelyapmiz. Hammamizning xabarda bo'lgandek dunyo dalil isbot talab qiladi. Biz yana texmi ko'p uchurlarni isbotli holda dunyo jamoatining oldiga qo'yishga muhtoj. New York vaqt gazeti oshkorlagan bu hujjatlar dunyoni Xitoy hukumatining Uyg'urlarni yo'qotishida elib borgan razilliklariga oid yangi dalil isbotlar bilan ta'minladi. Bu hujjatlar ma'lum Xitoy amaldori tomonidan ta'minlangan bo'lib, mazkur hujjat necha 10 yildan buyongi Xitoy Kompartiyasi ishki qismidan oshkorlangan eng zo'r bir turkum hujjat hisoblanadi. Oshkorlangan materiallar 24 hujjatdan tarkib topgan bo'lib, jami 203 bet keladi ekan. Buning ichidagi 96 bet hujjat Shining so'zlari, 102 bet hujjat boshqa Xitoy amaldorlarining ishki qismidagi so'zlari, 161 bet hujjat Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni kontrol qilishga aloqador hujjat va yo'l yo'riqlar. 44 bet hujjat yerlik doiralarning ishki materiallari bo'lib, bulardan sirt yana jazo lagerlariga qamalganlarning oil tavobatlari uchun ta'minlangan o'lchamlik savol-javoblarni o'z ichiga oladi ekan. Dokladda bildirilishicha, Xi Jinpingning 2014-yili Sharq Turkistonni ziyorat qilgandan keyin bostirish xizmatlari uchun asos silish haqida yo'l yo'riq bergan bo'lib, 2016-yili Chungchungu Sharq Turkistonda vazifaga o'ltirib, keng ko'lamli tutqun qilish harakatini rasmiy ijro qilishga boshlagan. Sharq Turkistondagi jazo lagerlarining bosh planlovchisi Xi Jinping xalqaroda qarshi ovozlarning chiqishini mo'ljallagan bo'lib, u ayni vaqtdagi so'zlarida boshqa davlatlarning noroziliklari bilan kori bo'lmasligini ta'kidlagan. Bu hujjatlardan ma'lum bo'lishicha, Xitoy tutqun qilish bilan birga tutqunlarning oil tavobatlariga qanday tahdid silish, qanday qilib ularning noroziligini besiqtirishni
aldın ala naayeti ətraflıq layihə tüzüb elib barğanlığı aşkarlandı. Höcətdə balalarning mening ailemdekiler nerede deb so'ragan savoliga o'lchamli qilib beradigan javobni munosabatli xodimlarga tarqatgan bo'lib, uningda mundaq deb yozilgan. Balalarga ota-onasining xabarini berishda ular hukumat qurgan tarbiyalash maktabida deb başlaysizlar. Agar yana ishkirlab so'rab qolsa, ularning oila a'zolari jinoyatchi emas, lekin hozir maktabdan ayrilolmaydi deb javob bersizlar, deb ko'rsatgan. Xitoy hukumati jazo lagerini xalqaro jamiyatga pardozlab ko'rsatish uchun uni diniy oshqunlikqa qarshi turish nomi bilan tarbiyalash maktabi deb atagan. Biroq bu hujjatlar bu joyning hargizmi tarbiyalash maktabi bo'lmasdan, balki qabohatlik jazo lageri ekanligini isbotlab berdi. Xitoy hukumatining sirtqi qarta Sharq Turkistonda elib berayotgan xizmatlarini noiti muloyimlik bilan normal elib berayotgandek ko'rsatish bilan bir vaqtda bu ishki hujjatlarda qanchalik rəhimsizlik bilan harakat elib bordiganligini muzokara qilib o'rinlashtirganligi oshkorlandi. Hujjatda yuqori darajalik amaldorlarga oshqunlikqa qattiq qo'lliq bilan muomala qilish buyrug'i tushirilgan bo'lib, bu keng ko'lamda tutqun qilishni o'z ichiga oladi. Uningda xohlagancha tutqun qilishmi yer olgan. Hujjatda yana balalar ota-onasining tutqun qilinganligini ko'rganda o'zining o'qish, turmush chiqimlarini qanday qilganligini so'raydiganligi, emgak kuchidan ayrilgan oilalarning dehqonchilik ishlarini qanday qilganligi haqida to'xtalgan bo'lib, uningda kadrlar bundaq masalaga yo'liqqanda tutqunlarning oila taobatlariga kompartiyaga rahmat aytib, tinchlikni saqlash kerakligini aytish ko'rsatilgan. Ular agar oil taobatlari bilan ko'rishishni talab qilib qolsa, sening ular bilan videoliq ko'rishishingni o'rinlashtirib bersak bo'ladi deb javobni oxirlashtirish kerakligi ko'rsatilgan. Buning bilan qolmay yana so'rash ehtimolligi bo'lgan barliq savollarga atrofli tayyorlik qilib, o'lchamlik javoblarni tayyorlab ko'rsatgan. Masalan, ular qachon o'qish bitirdi? O'qishda bo'lgan ekan qarallik uyga qayta olamdi. Oilamdagilar ruxsat so'rab, menga hamroh bo'la olamdi. Uyimdagilarning hammasi o'rganishga ketdi. 10 mo yani teriydigan odam yo'q. O'qish pulimni to'layamsam qanday qilaman degandek savollar so'ralganda ularning oilasidagilarning diniy oshqunlik bilan yuqumlanganligini, cho'qim boshqalardan ayirib turib davolash kerakligini aytish ko'rsatilgan. Yaşanğan hamda zo'ravonlik qilish iqtidori bo'lmaganlarning buningdan mustasno qolmaganligi oshkorlangan. Bir javobda mundaq deyilgan: Suriyadagi ishki urush va uning islom elleridagi ta'siri tilga ilinib, agar o'rganishga qatnashmasa, diniy radikallikning xatirini to'liq tunib yetolmaydi. Mayli yeshi qancha bo'lishidan qat'iy nazar, ideya yuqumlangan bo'lsa, hammasi cho'qim o'rganishga qatnashishi kerak deyilgan. Bir hujjatda yana kadrlarning o'quvchilarga ularning qilmishlarining tutqundagi oil taobatlarining nomeriga ta'sir yetkazadiganligini, kadrlarning tutqunlarning kunlik turmush, yig'inga qatnashish ahvoli, tarbiyalanish ahvoliga qarta nomer qo'ydiganligini bildirgan. Ularning oil taobati davlatning har xil qoida qonunlariga rioya qilishi, yolg'on sapsatlarga ishonmasligi va uni tarqatmasligi kerak. Mushundaq bo'lganda oilasidagilarga nomer qo'shilib, layoqatli bo'lgandan keyin maktab bitirdi deyishi ko'rsatilgan. Bir hujjatda deyilishicha, Xi Jinping mundaq degan: Jinoyatchilarni tarbiyalab o'zgartirish xizmatini yaxshi ishlash kerak. U Sharq Turkistonni ko'zdan kechirishga kelganda kadrlarga kelgusida bu odamlar qo'yib berilgan taqdirdami yana tarbiyalash, o'zgartirishni davomlashtirish kerak deb ko'rsatgan. 2017 yili 2-oyda Chunchongu Urumchi cho'ng maydonda minglagan saqchi ofitserlarga pochaqlab tashlash xarakterlik zarba berish, yo'q qilish xarakterlik zarba berish uchun hozirlik ko'ringlar degan. Hujjatda ko'rsatilishicha, keyingi bir necha hafta ichida rahbarlik qatlamida Uyg'urlarni keng ko'lamli tutqun qilish loyihasi bekitilgan. 2014 yili Xi Jinping so'z qilganda Tangri janubini diniy asabiylikning oldingi sepi deb alohida ko'rsatgan. U yana bu rayonda Uyg'urlarning nupusi 90% ni egallaydi. Biroq Sharq Turkiston umumiy nupusining yarmiga to'g'ri kelmaydi. Bu rayonga Xitoylarni ko'plab yo'tkab kelib, yerlashtirishni uzun mezgillik plan qilish kerak deb ko'rsatgan.
Xitoy raisi Shi ikki qismda bayonot berganda 2014-yili 4-oyda u Sharq Turkistonni ko'zdan kechirgili kelishning oldi keyinda Uyg'ur qurolli kuchlarining poyezd stansiyasida hujum qilish voqeasi yuz berib, 150 necha odam yaralanib, 31 odamning o'lganligini aytdi. Hamda Xi Jinping umumyuzlik terrorlik, oshqunlik, bo'lgunchilikka qarshi turish ko'rishiga chaqiriq qildi. U qat'iy bo'lish, rahim qilmaslikni talab qildi. Yakan oilasining partiya sekretari Wang Yongji ilishqu voqeasidan keyin Yakanda vazifaga o'ltirgan. Keng ko'lamda tutqun boshlanganda u yo'l yo'riq bo'yicha xizmat ishlagan hamda vazifasini aktivlik bilan tamomlagan. U naiti cho'ng ikki lagerni qurgan. Uning biri 50 basketbol maydoni bilan teng cho'nglikda bo'lib, uningga 20 ming kishi qamalgan. U partiya a'zolarini yig'ib echib, qat'iy supurib tashlash, uzul kesil yo'qotish, yiltizdan qumurib tashlashni aytgan. Hujjatda oshkorlanishicha, u nomratlikni tugutish natijasini ko'z qilish uchun Qariqishda 1500 uylik Uyg'ur dehqonni texib bitmagan yangi uylarga majbur ko'chirgan. Par yo'q uylarda sovuqdan to'nglagan dehqonlar uyning o'tirsida o'tin qalab isinib, nurg'un odamning isdan zaharlanganligi, ba'zilarining o'lganligi bayon qilingan. Uning 7 ming tutqunni qo'yib berganligi oshkorlangan bo'lib, bu odamning qo'yib berish ishidimi quramiga yetgan erkaklarning hammasi qamalib yotsa, o'ziga tushirilgan iqtisodiy vazifani o'rinlayolmaslik sababidan mansibi o'smay davomli yakanda turaverishdan ansirab, lagerdagi 20 ming Uyg'urdan 7 mingni qo'yib bergani aniq sharhlangan. Keyin u bundaq qilishning millatlar o'tirsida mangulik o'shmanlik qoldirib qo'ydiganligini, Yakanning taraqqiyotini vayron qildiganligini, qattiq besimning aksicha ta'sir berdiganligini tunib yetib, bu ahvollarga qarta noroziligini ifodalagan. Tekshirish o'miga tekshirgili kelib, nurg'un kadrlarni jazolagan. Buning ichida Wang Yongji mo jiroqlarga kelmasga ketgan. 2017-yili u tuyuqsiz g'oyib bo'lgan. 6 oydan keyin uni Xinjiangni idora qilish umumiy strategiyasiga og'ir xiloflik qilgan deb e'lon qilgan. Bu hujjatda Yakan noyisida bir qitimliq harakatda 20 ming odamning tutilganligi bayon qilingan. Bir qitimliq harakatda bir nahiyadan shuncha ko'p odamning tutilishi odamni cho'chitdi. Maxfiy tekshirish o'mikining xizmat dokladida ko'rsatilishicha, 2017-yili atalmish Xinjiangdagi milliy bo'lgunchilikka qarshi kurashda 1200 delo qarab chiqilgan bo'lib, oldingi yildagidan 20 hassa ko'paygan. Xitoy Kompartiyasining Uyg'urlarga qaratgan bu yo'qotish siyosatining qanchalik darajada qo'rqinchli ekanligini tunib yetgan Xitoy amaldorlari ko'zdan g'oyib qilingan. Xitoy Kompartiyasi kadrlardan qari yurak, qattiq qo'l, onasiga rahim qilmaydigan shafqatsiz bo'lishini talab qilgan. Uyg'urlarga salli ish og'ritgan birini ko'rsa, u mayli qaysi millatdan bo'lsin, ko'zdan yo'qotgan. Bu hujjatlar Xitoyning bu siyosatining terrorizmga qarshi kurash bilan, Uyg'urlarning terrorlik bilan hech qanday aloqasi yo'qligini dunyoga aniq isbotlab berdi. Shundaqla bu hujjat yana Sharq Turkistonda tutqun qilingan jazo lageridagi kishilarning sonining xalqaroda ishlatilayotgan 1 million degan sondan xeyli ko'p ekanligini isbotlab berdi. Har bir Sharq Turkistonlik Uyg'ur bu ahvollarga shohid bo'lsa-mu, xalqaroga isbotlab berolmagan haqiqatlarning bir qismi oxiri yo'riqlikka chiqdi. Bütün ishni yang ichida yushirin ilib berib, rayimsizlarcha qirib yo'qitib, hokimiyatini mustahkamlamoqchi bo'lgan Xitoy Kompartiyasining yushirgan, isini chiqarmagan razilliklarining isboti dunyoga oshkorlandi. Xitoy hukumati ishki qismida bu siyosatlarni qattiq maxfiy tutishni talab qilgan. Bo'libmi Sharq Turkistondagi siyosatni qat'iy maxfiy tutgan. Sharq Turkiston Xitoyning nazarida mo'l boyliqqa ega, Afg'oniston, Pokiston va O'rta Osiyo bilan bevosita chegaralanadigan sezgur chegara rayoni. Xitoy Kompartiyasi izchil Sharq Turkiston xalqining Xitoy hokimiyatiga bo'lgan noroziligini bostirib keldi. 2017-yildan beri Xitoy hukumati Uyg'ur, Qozoq va boshqa musulmon millatlarni tutib lagerlarga soldi. Xitoy Kompartiyasining maqsadi ularning bir qismining ideyasini o'zgartib, Kompartiyaning qo'llovchilari qilib chiqish. Yana bir qismini bo'lsa, ko'zdan yo'q qilishni nishon qilgan.
Bu hüccətdə tətildə üyüge qaytqan oquvchilarga ayıl tavabatlarının İslami radikallık bilen yuqumlanğanlıqını, hazır davalashni qabul qilayotganligini bildirish talab qilingan bo'lsa-mu, hüccətdə aile a'zolari bir taraf qilindi degan ibora ishlatilganligi, ikki hüccətdagi bu iboraning jazolanish yoki tutqun qilinish ekanligi ilgari surildi. Atalmış avtonom rayonluq hükümet her derecelik yerlik hükümetke ailesiga qaytqan o'quvchilarga yaxshi xizmat ishlash to'g'riliq buyruq tushirgan. Xitoy hukumati Sharq Turkistonning har qaysi rayonlaridan eng aqlli yoshlarni tanlab, Xitoy o'lkalaridagi oliy maktablarda bilim oshirishni o'rinlashtirgan bo'lib, maqsadi Xitoy kompartiyasiga sodiq bir turkum Uyg'ur kadrlar va o'qituvchilarni yetishtirib chiqish ekan. İşkili өлkelerden ailesi qaytqan o'quvchilarning aloqa doirasi keng, butun mamlakatning hamma yerini qaplaydigan bo'lgach, Xitoy hukumati ularning undidor blok qatorliq ijtimoiy uchur vositalarida tarqatgan har bir tal o'ziga foydasiz uchurning tarqalish doirasining kengligi sababli yig'ishtirish tas bo'lganligiga qarata buyruq tushirgan. Bu hüccətdə o'quvchilar ayıl tavabatlarının ahvalını bilgəndən keyin ideyasida qalaymuqanchilik yuz berish ehtimolligi cho'ng. Saqchilar va tajribali kadrlar ular qaytqandan keyin darhol ular bilan uchrashib, munosabatlik tuzumlarni askartishni kuchaytirish kerakligi ta'kidlangan. Bundaq ahvollarda ularning yo'qab ketgan tuqqanlarining ahvolidan hargiz andishi qilmasligini, ularning yeyish, ichish sharoitining yaxshi ekanligini bildirish, har bir tuqqunning kunligi 21 yuanlik ta'minotdan bahramand bo'lganligini, buning nurg'un tutqunlarning oila sharoitidan yuqori ekanligini bildirish ta'kidlangan. Bu hujjatning oshkorlanishi Xitoyni qattiq bearam qilgan bo'lib, Xitoy bayonotchisi Geng Shuang 8 noyabr Xitoyning Sharq Turkistondagi yurgizayotgan razil siyosatiga aloqador 400 betlik isbotga qarshi bayonot e'lon qilib, G'arbning Xinjiangda yurgizayotgan siyosatini ko'ramayotganligini, bu siyosatlarning atalmış Xinjiangdagi nomrodlik va terrorizmning oldini oldiganligini, u yerda 3 yildan beri terrorlik faoliyatlarining to'xtaganligini, terrorizmga qarshi harakatni New York vaqt gazeti orqali kun tartibga akelgan jasusning so'roqqa tortilishi kerakligini bildirgan. Abdi Bashirsini pash qilib etgan kadrni jasus deyilgan Xitoy bu qitim bu hujjatlarni yolg'on deyishga petina olmadi. Zumrat Davudning ikki aksini singlisiga qayta nasihat qilishni buyurib, Zumrat harakatini to'xtat deb video ishlatgan Xitoyning yuchuqdan chiqib ketgan yo'riqlikni to'sishga amalsiz qolganligini ko'rib turyapmiz. Agar Zumrat Davudning deganlari yolg'on bo'lsa, uncha kuchashning hech hojati yo'q edi. Yolg'onni yushirmoq haqiqatan oson emas. Xitoy o'zini nima deb pardozlasin, bizga nima deb tahdid solsa solsin, haq aman o'tirg'i chiqadi. Mazlumlarning ahuzari, zolimlarning bo'yniga silingan sirtmoq bo'lmay qolmaydi. Kunning 15 qorong'u, 15 oydin. Sharq Turkistonda zulmat uzun hukm surdi. Bu zulmatni oxirlashtirish uchun har bir Sharq Turkistonlikning jon tikib kurash qilgan payti keldi. Bu bir imoniy burch bo'lib qolmasdan ham vijdoniy burchdir. Bugun yatlar shu mazlumlar uchun yosh to'kiyotgan, sizlarga nima qilib beralaymiz deb harakatga o'tayotgan mushundaq bir paytda shu tuproqqa kindik qani to'kilgan har bir inson qarzini, farzini ado qildigan kun. Bugun quruq talash tortishni, oxiri chiqmas jidalni tashlab joniga jon, qoniga qon oladigan kun. Bugun millionlagan Uyg'urning qon qisosini elish uchun otlandigan kun. Bugun Xitoyning Abdi Bashirsini dunyoga namoyon qildigan kun. Bugun Xitoyning jinoyatining jazosini kastirish uchun kurash qildigan kun. Bugun har bir Sharq Turkistonlikning o'z vijdonini taroziga silib o'lchaydigan kun. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, programmamiz mush yerda oxirlashdi. Keyingi son programmamizda ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.